chiqarib edi. Endi buni zarba. Gol! Afsuslar. 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qandaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Chiqyapti boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Hasanov! Mana Hasanov bizda Hasanov o'ynash kerak. Assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Va yana bitta. Oyoqlar. Mashhur film. Takrorlab hali qachon bunday sharhlaganmiz bilmayman lekin. Yana bitta. Boya G'alaba! Do'stlar! Chempionlik! O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Uzbekistan, OCOU 17, Championi.